To'g'risi ushbu mushuk ham uyda sotilayotganligidan xafa. Chunki 3 xonali xonadonni biz sizlarga 399 million so'mga ko'rsatib o'tamiz. Birinchi qavatda joylashgan umumiy maydoni 65 metr kvadrat tashkil qiladi. 3 ta xonadan iborat. Asosiy mehmonxona qismi, televizorlari, mexki mebellari mavjud. Keling. Asosiy kirish eshigidan boshlab tushuntirib o'tamiz. Bu taraf kattagina pirxoshka qismimiz hisoblanadi. Birinchi xonani ko'rib o'tdik, mehmonxona qismini hamda bu yotoqxona qismi. Bu yerda ham mebellar bor. Barcha jihozlar kelishuvga asosan qoladi. To'liq pollarimiz laminat bo'lgan, parda gilamlar qilingan, deraza romlari akfa qilib qo'yilgan. Marhamat, yuvinish xonasi, kir mashinkalar o'rnatib qo'yilgan. Remontlar ham yaxshi holatda, duh konturni kotel ham o'rnatib qo'yilgan. Qachon xohlasangiz yoqasiz, o'sha mahal issiqqina bo'ladi xonadonimiz. Bu esa oshxona qismimiz. Ovqat tayyorlash uchun va ovqatlanish uchun ham joylari mavjud. Bu yerda xolodilniklar ham qo'yilgan. Bu xolodilniklar kelishuvga asosan qoladi va biz 3-xonani ko'rib o'tamiz. Marhamat, 3-xonamizda ham ayrim jihozlar bor. Bu jihozlar ham boya aytib o'tganimdek, demak kelishuvga asosan aboy holatlari ham xonadonimizda yaxshi holatda. Podval qismiga ham ega. Hozir xonadonning lokatsiyasini tashqaridan ko'rsatib o'tamiz. Yuring. Umumiy lokatsiyamiz to'g'rida Regal mehmonxonasi joylashgan va shaharga kirib ketish asosiy katta yo'l M37 trassasi va mana shu yo'l bilan to'g'ri o'tadigan bo'lsak 200 metrdan keyin 3 qavatli sariq domlarimiz boshlanadi. O'shani birinchi qavatda sizlar bilan birgalikda 3 xonali xonadonni ko'rib o'tdik. Podval qismlariga ham ega. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa 399 million so'm yana savdosi bor, ipoteka qilish imkoniyati ham bor. Pastdagi raqamlar orqali to'liq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Navoiy uy baraka YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Mana shunaqa yaxshi xonadonlarni Navoiy shahar bo'ylab arzon narxda doimo YouTube'da ko'rib borasiz.